Hop, 26-savol. 1 mol yog' yonganda suvdan 3 mol ko'p karbonat angidrid hosil bo'ldi. 1 mol yog'ni to'la gidrogenlash uchun necha mol vodorod kerak? Hop, yog' SXHY kislorod 6 ta bo'ladi. Kislorod ta'sirida yonyapti. Natijada X mol karbonat angidrid plus endi Y vodorod bo'lsa, suvning moli 0.5 Y bo'ladi. Shunda hosil bo'lgan karbonat angidrid X mol bo'lsa, suvning moli 0.5 Y bo'lsa, X dan 0.5 Y ni ayirsak, natija 3 chiqar ekan. Ya'ni 3 mol ko'p deyapti. Bizda yog'lar tarkibida umumiy qo'shboqlar sonini topish formulasi bor. Karbonat angidriddan suvning molini ayirsak va natijaga 1 ni qo'shsak, umumiy qo'shboqlar soni kelib chiqadi. Ya'ni bizda karbonat angidrid bilan suvni ayirmasini aytyapti 3. 3 ga 1 ni qo'shsak, natija 4 bo'ladi. Demak, qo'shboqlar soni yog' tarkibida 4 dona ekan. Endi umumiy formula CH2 kislorod CH kislorod CH2 kislorod. Bu radikal. Yog'lar uchun umumiy formula bu. Jam yog' tarkibida 4 ta qo'shboq bor ekan. Bundan 3 tasi mana bu yerda 3 tasi uglerod bilan kislorod o'rtasida. Shu 4 ta umumiy qo'shboqdan 3 tasi uglerod kislorod o'rtasida ayirib yuborsam, bitta qo'shbog'imiz, ya'ni radikal tarkibida ekan. Bitta qo'shboq degani, endi bu 1 mol vodorod degani. Demak, radikal tarkibida bitta dona qo'shboq bor ekan, bu 1 mol vodorodni biriktiradi. To'g'ri javob A bo'ladi. Xo'p. Endi 27-savol. Glyukozaning alfa va beta formasi nechanchi ugleroddagi gidroksi guruhning joylashuvi bilan farq qiladi? Xo'p. Glyukozani alfa va beta shakllari. Bular nechanchi ugleroddagi gidroksi guruhlar farq qiladi desa, bu yerda birinchi uglerod. Shu yerda birinchi uglerod tarkibidagi gidroksi guruhlar joylashishi farq qilyapti. To'g'ri javob A bo'lar ekan.